Assalomu alaykum. Assalomu alaykum hurmatli kanalimiz obunachilari va kanalimiz mehmonlari. Xudo xolasa mana jo'jalarimiz boqyapmiz qadrdonlar. Ko'rishingiz mumkin. Xo'p qadrdonlar, bugungi sanamiz 17-mart. Xudo xolasa hafta kuniga seshanba. Jo'jalarimiz holatlari. Yeb ichishlar joyida. Holatlariga bir rahmat berasizlar. Qadrdonlar. Holatlar. Qanotlari, patlarida hozir o'sib olib qoldi mana. 24 kunlik bo'lishdi bular hozir. 17-mart kuni. Xudo xolasa 5-6 kundan keyin tarqatishni boshlaymiz. Yeb ichishlar joyida. Hop, qadrdonlar, bir oyligini 20 ming so'm qilib beramiz. Xiroz makon aralash, yarmiga hozir zakasimiz bor. Deyarli 3-400 ta qolgan xolos. Qolgan hammasi buyurtma qilingan, buyurtmaga qarab o'sha oldindan 30% to'lov qabul qilamiz. 8 viloyatga yetkazib berish xizmatlarimiz bor, pulli bo'ladi. Holatlar shunaqa qadrdonlar. Manzilimiz Namangan shahar. Bularning zoti qanaqa deganlar uchun birinchi marta ko'rayotganlar uchun Andijon qora, o'sha tuxum yo'nalishi bo'yicha asosiy o'sha yiliga 250 tagacha tuxum qiladi, 220 tadan. Xiroz makon aralash bilan o'sha tozalari ko'ryapsizlar. Xiroz ham makon ham to'chlik bo'ladi. Shunaqa gaplar qadrdonlar. Qanaqa joy tanlayman degan obunachilarimiz uchun xudo xolasa hop 24 bilan 26 gradus atrofida bo'lish kerak. Aniq patlari o'sgan. O'shani hisobiga o'sha haroratda bo'lgani yaxshi. Bu raqamlarni qoldiramiz agar jo'ja kerak bo'lsa, bir oyligidan 300 dona bor. Shoshilib qolsani xudo xolasa jo'jalik bo'lib qolasizlar. Birinchi ertaga jo'jaga hamma qiziqadi. Jo'jalarimiz mingtadan oshig'ida hozirgi kunda 300 ta atrofida ortiqchasi bor. Qolganlar hammasi o'sha buyurtma qilib bo'lingan. Zakaz qilib bo'lingan. 20% mana bunaqa kul ranglari bor. Ko'pi o'sha asosiysi qora rangda bo'ladi.